Assalomu alaykum. Biz bugun Turkiya burslari studiyasida sizlar bilan ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Men Sevara, Ankara Hoji Bayram Veli universiteti magistrantiman. Do'stim Said Samadxon bilan bugun o'z tajribalarimizni bo'lishga harakat qilamiz va sizga ozgina bo'lsa ham yordam bersa, bu bizani yana ham xursand qiladi. To'g'rimi Said Samadxon? To'g'ri, sizga yordam berish bizni har doim xursand qiladi va mening atim Said Samadxon, Ankara universitetida iqtisod yo'nalishida o'qiyman. 3-bosqichdaman, 3-kursdaman. Lekin Turkiyada 4 yildan beri o'qiyman. Siz to'liq grant asosida, ya'ni 100% grant bilan o'qiyapsiz, xuddi men kabi, to'g'rimi? 100% grant, undan tashqari soliq sug'urtasi, undan tashqari nima desa bo'ladi? Siz universitetingiz kontrakti, universitet kontrakti va shuni aytadigan bo'lsak, biz o'quvchilar hech narsani to'lashmaydi. O'zini bunaqa madaniy tomonidan, moddiy tomonidan, ha, ya'ni bitta talabaga nima kerak bo'ladigan bo'lsa, hamma narsani qoplab beradigan bizning grantimiz bor, uni nomi Turkiya burslari. Xo'p, endi Turkiya burslari o'zi nimaligi haqida ozgina gaplashib olsak, bu bitta loyiha va u chet ellik o'quvchilarni, studentlarni Turkiyada o'qishini, ularni universitet kontraktlarini, sog'liq sug'urtalarini, kelib-ketish, samolyot biletlarini, bu yoqda yashashlarini ta'minlaydigan, hujjatlarni tayyorlab beradigan, har oy stipendiya beradi. Har oy stipendiya beradigan ajoyib proyekt, to'g'rimi? To'g'ri, va siz qanaqa qilib biz bilan bu yerda o'qishingiz mumkin? Ha, siz qanday qilib bizni oramizda bo'lishingiz mumkin va biz bizni oramizda bo'lishingizdan xursand bo'lgan bo'lardik. Shu bizni tomoshabinlarimiz biz yonimizga kelmoqchi bo'lsa, qanaqa jarayonlardan o'tadi? Nima qilishlari kerak? Turkiya burslariga qanaqa qilib dokumentlar topshiramiz? Qanunda boshladik, qabul jarayonlaridan boshladik. Turkiya burslarini men bakalavriatda 2-kursda o'qib yurgan vaqtlarimda bilganman. Ancha oldin bilganman. Men turk guruhida o'qiganman, Sharqshunoslik universitetida va menga turk tili ustozim aytib berganlar. Shunaqa grant bor, burs bor sanab, bitirayotgan vaqtingni topshirsang bo'ladi magistratura uchun deb va men o'sha vaqtdan tayyorlanishni boshlaganman. Qanaqa tayyorlanganman sizningcha? Ya'ni 2 yil oldindan nima qilgan bo'lishi mumkin? Ya'ni 2 yil oldindan tayyorlangan bo'lsangiz, siz o'qituvchilaringiz turklar bo'lgan bo'lsa, menimcha hamma yoq haqida hamma yoqda bilgan bo'lishingiz kerak menimcha. Ya'ni buni nimaga aytyapman? Chunki Turkiya burslari faqat sizni baholaringizga qaramaydi, to'g'rimi? Ya'ni faqat akademik tarafdan emas, sizni ijtimoiy faolligingizga ham qaraydi. Men o'sha vaqtdan boshlaganman. Turkiya bilan, turk tili bilan bog'liq bo'lgan tadbirlarga qatnashish, ularda ko'ngilli sifatida, volontyor sifatida tarjimonlik qilganman, organizatsiya tarafida ishlaganman. Bu meni networkingim uchun juda ham plus bo'lgan va bu meni yig'ilib turadigan sertifikatlarimni ham manbai bo'lgan deya olaman. Bu haqiqatan sizga yordam etgan bo'lsa kerak. Sizda qanaqa bo'lgan bu jarayon? Menda jarayon shunaqa edi. Men 2 yilda Turkiya burslari haqida 1 oy oldin o'rganganim shu. Misol uchun Turkiya burslarini bu yil 20-fevralda bitadi. Har yil 20-fevralda tugaydi. 20-fevralda tugaydi. Men ham fevralda 10-sidami, fevralda boshida o'rganganman. Turkiya burslari degan bitta grant bor. Uni to'g'ridan menga jo'natib borgan linkini. Turk ustoz ham bo'lmagan. Turk tilini bilmagansiz. Bilmagandim. Turkiya bilan aloqali boshqa ishlar ko'p yuritmagan edik shunaqa ishlarda, lekin aytganingizdek sertifikatlar, volontyorlik, undan tashqari boshqa misol uchun olimpiadalar masalan. Ha, aktiv o'quvchi bo'lish va yutuqlaringizni ko'rsatish har doim kerakli bo'ladi. Xo'p, siz turk tilini bilmagansiz, lekin boshida aytdingiz 3-kursda o'qiyman, lekin 4 yildan beri Turkiyadaman deb. Qanaqa qilib bunaqa bo'ldi? Turkiya burslarining sharti bor. Turkiya burslariga qabul olgan har bir o'quvchi ingliz tilida o'qisa ham yoki turk tilida o'qisa ham 1-yil turk tilini bilmaydigan bo'lsa, Tomerda o'qiydi. Tomer bu adashmasam turkchani o'rgatadigan markaz. Xuddi shunday. Va 1 yil o'tda turkchani o'qitishadi, A1 dan boshlab va C1,
2gacha akademik turkchagacha akademik o'rgatishadi. turkchagacha o'rgatishadi. Ya'ni turk tilini bilishmasligi ular uchun muammo bo'lmaydi. Ya'ni bizani kuzatib turgan va Turkiyaga kelib o'qimoqchi bo'lganlar uchun tomerni xarajatlarini ham Turkiya burslari qoplab beradi. Hamma yo'lda qoplab beradi va tomerdagi paytlar juda ham qiziqarli. Chunki bo'sh paytingiz ko'p va bo'sh paytingizda tomerda o'qiganingizda nafaqat turk tilini o'rganasiz, turk kulturasini o'rganasiz. Endi bizancha uzoq emas. Shunday. Muzeylarga borasiz, aylanasiz va sayohat qilish imkoningiz ham bo'ladi albatta. Va butun dunyodan sizga o'xshagan boshqa chet eldan kelgan o'quvchilar bilan birlikda turkchani o'rganasiz. Xuddi shunday. Ya'ni menimcha eng qiziq joyi ham shu. Turli millatlardan tasavvur qiling, bitta sinfda o'tiribsiz va birga nimanidir kashf qilyapsizlar. Xuddi shunday. Misol uchun siz tomerda o'qimagansiz. Yo'q, men kelishdan boshlaganman. Kelishingizdan boshlagansiz, turklar bilan o'qigansiz. Lekin menda shunaqa narsa bo'lgan. Turkiya burslarini yutgandan keyin tomerda o'qiganimda bizning sinfimizda Latin Amerikadanlar va o'quvchilar, Arabiston tomonlaridan, ya'ni butun boshqa chet davlatlardan kelgan o'quvchilar va biz hammamiz bitta grant yutganmiz. Hammamiz ko'pchiligimiz bitta universitetda o'qiymiz va ya'ni haqiqatan ya'ni dunyo qarashimizni o'zgartiradigan tajribalar. Ha, yaxshi. Endi mana shu joyga kelib qolishimizga sabab bo'lgan grantga qanaqa hujjat topshirishni ko'rib chiqamiz. Endi muhim joyga keldik. Xuddi shunday. turkiyaburslari.gov.tr rasmiy sayti orqali, faqat shu sayt orqali mutlaqo bepul hujjat topshirib, bu grantni yutib olish imkoni bor. Bu saytga kirgandan keyin birinchi o'zimizning shaxsiy profilimizni ochamiz. Shaxsiy ma'lumotlarimizni, oilamiz haqidagi ma'lumotlarni, akademik ma'lumotlarimizni kiritamiz. Ya'ni o'sha to maktabdan o'rtada bo'lsa agar litsey, universitet, bakalavriat, magistratura, doktorantura nima diplomimiz bo'lsa, uni transkriptlari bilan joylaymiz va ko'p o'quvchilar menga savol berishadi. Men turk tili o'qituvchisi hamman bu bir vaqtning o'zida. Menga shunaqa savol berishadi. Men hali tugatganim yo'q-ku. Qanaqa qilib transkript va diplomlarni qo'yaman deb savol berishadi. Shu savolga ham javob berib ketaylik. Biz 10-yanvardan 20-fevralgacha hujjat topshiramiz, lekin hali maktabni yoki universitetni bitirmaganmiz, to'g'rimi? To'g'ri. Biz diplom so'ralgan joyiga universitetdan yoki maktabdan olingan ma'lumotnomani, ya'ni shu yerda o'qiyapti degan ma'lumotnomani va transkriptning o'rniga reyting daftarchamizni joylasak bo'ladi. Bir xilgi maktablar reyting daftarchasini berishadi. Bir xilgi maktablardan transkriptni so'rashingiz mumkin. Ular shu yarim yilda bo'lsa ham ko'rsatishlari mumkin. Lekin uni elektron shaklda olib joylab qo'yamiz. Xuddi shunday joylab qo'yiladi va menimcha darajalarda sonlari bor, to'g'rimi shu? Ha, xuddi shunday. Bizda minimal talab qilinadigan o'rtacha baholarimiz bor. Ya'ni bu bakalavriat uchun 70, tibbiyot yo'nalishidan tashqari, uni oxirida aytamiz. Tibbiyot muhim. Ha, magistratura va doktorantura uchun esa 75. Tibbiyot yo'nalishida har bitta bosqich uchun minimum 90 dan baland so'raladi. Ya'ni siz yuzli sistemada o'qiyotgan bo'lsangiz, kamida umumiy balingizni o'rtachasi 90 bo'lishi kerak bo'ladi. Zo'r, lekin aytganimizdek, Turkiya burslari qabul jarayonida faqat darajalarga qaramaydi. Ha, albatta. Darajalardan tashqari aytganimizdek oldindan sertifikatlardan tashqari, misol uchun bir xilga ko'p o'quvchilar O'zbekistonda misol uchun til sertifikatlariga kirishadi. Misol uchun bizda turk tili sertifikatlari ham bor, ingliz tili sertifikatlari ham bor. Ularni hammasini kiritishlari kerak. Misol uchun matematikadan olimpiadani yutgan, yoki misol uchun fizika o'qimoqchi, yoki misol uchun bir tadbirda qatnashgan. Biz litseyda o'qiganimizda Turk davlatlar tashkilotining bir tadbiri bor edi. O'ta volontyorlik qilgandim. Sammitda, ha. Men o'shda tarjimonlik qilganman. Sizdan tarjimonlik qilgansiz, biz o'ta volontyorlik qilganmiz. Balki bitta bo'lishi mumkin, ha. O'shanga o'xshagan sertifikatlar ham o'sha payt muhim emasdek keladi bizga. Lekin asli juda ham muhim. Ya'ni yo'nalishimizga aloqasi bo'lmasa ham, bizani qaysi tarafdan bo'lsa ham deylik, masalan sport, men jurnalistikaga umuman aloqasi yo'q, lekin meni qaysidir salohiyatimni ochib bera oladi. Har bitta yutug'imizni joylashimiz kerak. Va asl qabul ham o'sha yerda boshlanadi. Profilni biza ochib to'ldirib bo'lganimizdan keyin asli qabulga kiramiz, to'g'rimi? To'g'ri, chunki ular bizni nafaqat darajalarimizni qarashadi. Darajalarimizdan keyin biz qanaqa inson bo'lganimizni, bizni kelajakdagi perspektivalarimizni o'rganishmoqchi bo'lgan odamlar. Chunki
bu grant nima desa bo'ladi, bu grantdan akademiklar chiqishi mumkin, ilm odamlari chiqishi mumkin, yoki misol uchun o'zini sohasidagi liderlar ham chiqishi mumkin u yerda. Xuddi shunday. Va loyiha faqat misol uchun Turkiya bilan aloqali emas, butun dunyoga o'quvchilarni olib kelib, shu bu yerdagi laboratoriyadagi gibi turkcha aralashtirishni boshladik. Men hozir sababini aytaman. Chunki Said Samadxon juda ham ekstravert odam. Hozir bu studiyaga yetib kelgunimizcha Said Samadxon liftda ham, X-raydan o'tishda ham, kutubxonaga kirib o'tirganimizda ham hamma bilan gaplashib chiqdi, bilgan barcha tilida, inglizcha, ruscha, turkcha. Shuncha hozir ozgina aralashtirib yuboryapti. Shunaqa narsalar ko'p bo'lib turadi bu yerda, chunki aytganimizdek oldindan butun dunyodan kelgan o'quvchilar bilan bir joyda o'qiymiz va bir joyda hatto yashaymiz. Biz yotoqxonalarga o'tamiz hali, lekin yotoqxonalarimizda ham biz, ya'ni ko'pchilik chet ellik bo'ladi. Shunday. Xonadoshlaringiz ham menimcha o'zbek emas. O'zbek, bir o'zbek bor. Undan tashqari Indoneziyadan, boshqasi boshqa davlatdan, Latin Amerikadan bolalar bor, masalan uchun Braziliyadan bittasi bor. Biz ular bilan inglizchada gaplashamiz. Orada menga ispaniyolcha o'rgatishadi. Ingliz tilidan Mashallah. Ha, arablar o'zlarining tillarini o'rgatishga harakat qilishadi. Endi shunaqa joyda yashaganingizdan keyin kafa qarashimi? Tabiiyki. Xo'p, unda davom etamiz. Qabul hujjatlarini gaplashayotgandik. Endi hujjatlarda ko'pchilikni e'tibor bermaydigan ikkita hujjati bor. Ya'ni e'tibor bermaydigan deganim, men ba'zilardan eshitgandim, niyat maktubi bilan tavsiyanomalar uncha ham muhim emas, baribir o'qishmaydi-ku degan gapni eshitganman. Yoki misol uchun yapay zeka, sun'iy intellekt, sun'iy intellekt, AI. Sun'iy intellektga yozib turib, shunda joylab yuborishgan vaziyati ham bo'lgan. Men shu narsaga ochiqlik kiritaylik. Niyat maktubi bilan tavsiyanomalar juda ham muhim. U o'qiladigan narsa va niyat maktubi yozayotganda siz to'g'ridan-to'g'ri sun'iy intellektga yozdirmang. Umuman foydalanmang demaymiz albatta, zamon talab foydalanamiz. Qanaqa foydalanishimiz mumkin? Masalan, nimadan keyin nimani yozishingiz kerak, tartibini bilish uchun unga ma'lumotlaringizni kiriting, u sizga tartibini qilib bersin. Yozib bo'lgandan keyin sun'iy intellekt tekshirib bersin sizni xatolaringizni. Va til masalasi bor. Qaysi tilda yozaylik deb ham savol berishadi. Xohlagan tilingizda yozishingiz mumkin, lekin xuddi shunday. Bakalavriatga topshirayotgan bo'lsangiz, adashmasam, chunki magistratura va doktoranturada ular yoki inglizcha yoki ingliz tili yoki turk tilida bo'lishi kerak. Doktoranturada faqat. Doktoranturada inglizcha yoki turkcha bo'lishi kerak, lekin bakalavriat va magistratura topshirayotganda siz o'zingizni qaysi tilda eng yaxshi ifoda qilib bera olish salohiyatingiz bo'lsa, o'sha tilda, ya'ni u o'zbek tili ham bo'lishi mumkin, rus tili ham, ingliz tili ham bo'lishi mumkin. Siz uni aynan bitta tilda yozishga majbur emas. Unaqa majburiyatingiz yo'q va bu men uchun juda ham zo'r narsa. Hozir shuni o'rgandim. Ya'ni bilib oldingiz? Bilib oldim, chunki shunaqa narsa men yozganimda u narsani bilmagan edim. Men shu niyat maktubi degan narsamiz yoki nimaga Turkiya degan savollar bergan shu matn yozish kerak o'tda. Va uni yozganimda men o'zimning tilimni tanlash imkoni bor bo'lganini bilmaganim. Va bilmaganim uchun men hammasini tarjima qildim. Hammasini turkchaga tarjima qildim. Bilmayman qanaqa qilib tarjima qilindi, qanaqa qilib tushundim, lekin yaxshi bir o'rnak bo'ldi menimcha. Chunki o'quvchilar hozir biz eshitayotgan bo'lsa, bizani qilgan xatolarni qilmaylar demoqchimiz. Umid qilamiz, Xuddi shunday. Tavsiyanomalar ham juda muhim. Men o'zim tajribamdan kelib chiqib gapiray. Tavsiyanomalar men jurnalistika sohasiga topshirganim uchun o'zim sohamdagi jurnalistlardan, elchixonada aynan kommunikatsiya bilan ishlaydigan bo'limdagi insonlardan olganman, ustozlarimdan tavsiyanomalar olganman. Menda 6 ta edi, lekin unaqa ko'p olish shart emas. 2 ta tavsiyanoma olish ham yetarli, 2-3 ta. Ya'ni buni qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi degani emas albatta. Ya'ni olganingizcha oling, lekin men 10 ta olishim kerak, 6 ta, 5 ta olishim kerak deb o'zingiz qiynashingizga ham hojat yo'q aslida. To'g'ri, va shuni aytib o'taylik, siz turk ustozlar bilan va 2 yildan beri o'sha muhitda edim. O'sha muhitda edingiz. To'g'ri. Lekin misol uchun bizning o'rnagimiz misolimizda, misol uchun bizning litseyimizdan yoki mening misolimdan chiqadigan bo'lsak, biz ham tavsiyanoma deymiz. Tavsiyanomalarni olganmiz. Recommendation letter. Va misol uchun aytaylikchi, biz bakalavriatga kirmoqchimiz. Lekin biz hozir hech kim bilan ko'risha olmaymiz. Misol uchun Markaz bankasiga keta olmayman hozir O'zbekistonga, to'g'rimi? Olishmasa kerak deb o'ylayman, balki olishadi. Va nima qilamiz? O'qituvchilarimiz bor. Xuddi shunday. Yoki direktorimiz yoki boshqa bizni taniydigan va bizni sohamizda sal bilimi bo'ladigan va bizni
o'rnimizga biz qanaqa odam bo'lganimizni ayta oladigan odamni yoniga ketishimiz mumkin. Ha, yoki yuqorida aytdingiz, Turkiy davlatlar tashkilotining sammitida volontyor bo'lgandim deb, qaysi tashkilot orqali o'sha yerda volontyor bo'lgan bo'lsangiz, o'sha tashkilotdagi insonlardan ham olsangiz bo'ladi. Xuddi shunday, menimcha har bir istagi bo'lgan, xohishi bo'lgan o'quvchi bir yo'lini topadi, yo'lini topadi. Tavsiyanoma oladigan odamni ham topadi, yo'lini ham topadi menimcha. Ya'ni bu juda ham katta muammo bo'lmaydi. Ya'ni siz maktabda o'qib yurgan bo'lsangiz ham, siz maktabdagi ustozingizdan ham olishingiz mumkin. Yoki maktab direktoringizdan olishingiz mumkin. Maktabda yoshlar ittifoqi yetakchisi bo'ladi, sizni ijtimoiy faolligingizni ta'riflab aytib bera oladigan. O'sha insonlardan ham olish mumkin. To'g'ri va keyingi jarayonga o'tishimiz kerak menimcha. Universitet tanlash, to'g'rimi? Universitet tanlash, ha. Universitet tanlaganingizda adashmasam 12 ta universitetni tanlashingiz mumkin bo'ladi u yerda. Ha, mana shu joyda to'g'rilab ketaman. 12 ta universitet emas, 12 ta tanlovingiz bor sizda. Ha, tanlov. Ya'ni siz bitta universitetdan agar siz yo'nalishingizga mos bo'lsa, 2 ta, 3 ta yo'nalishni ham tanlashingiz mumkin bo'ladi. Va tanlayotgan payti ham shaharlarga e'tibor berish kerak. Ya'ni sizga o'zi sistema ro'yxat chiqarib beradi, siz uni orasidan tanlaysiz. Eng xohlagan shaharlaringizni tanlashingizni tavsiya qilardim va navbatga ham e'tibor berish kerak. Ya'ni birinchiga yozgan universitetingiz u degani men eng ko'p xohlaydigan universitetim aynan shu degani bo'ladi. Va intervyu jarayonida ham buni so'rashadi. Xuddi shunday, va aytganingizdek, birinchi turgan universitet, siz tanlagan universitetingiz va siz yo'nalishingiz siz uchun bitta bir prioritet bo'lsa kerak. Xuddi shunday va uni albatta o'rganib chiqishimiz kerak. Tanlashdan oldin ham, suhbat jarayoniga borishdan oldin ham universitet o'zi qayerda, qanaqa tarixga ega, top universitetlar ichida bormi, to'g'rimi? Shu yerda men buni aytmoqchiman. Men o'zim topshirganimda, universitetlar tanlaganimda men o'qimaganim, qaysi universitet qayerda nima ish qiladi, uni reytingi nima, hech qaramaganim va shunaqa narsa bo'lgan. Faqat Ankarada va Istanbulda universitetlar tanlaganman. Chunki faqat 2 shaharni bilganim o'sha payt Turkiyada. Bittasi Istanbul, hamma biladigan. Siz 2 ta shahardan 12 ta yo'nalish topganmisiz? 5 ta universitet, bitta yo'nalish. Ha. Yo'nalishim aniq-da. Men o'qimoqchi bo'lgan narsam. Nimaga 12 ta belgilamagansiz? Bilmaganim. 5 tasini tanlagandan keyin 7 ta kerak deb o'yladim. Bugungi videomiz sarlavhasini o'zgartiramiz. Said Samadxonning xatolarini takrorlamang. Ko'p xato qilganmiz va u xatolarni qilganimizdan keyin boshqalarga bir o'rnak bo'ladi menimcha. Va intervyu jarayoniga o'taylikmi yoki boshqa ya'ni menimcha qabul jarayoni bilan bog'liq ko'p narsalarni aytib o'tdik. Ya'ni siz Turkiya burslari saytiga kirgan paytingiz 8 ta tildan xohlaganingizni tanlashingiz mumkin bo'ladi. Uni ichida turk tili bor, ingliz tili, rus tili bor. Sizga qulay bo'lishi uchun afsuski o'zbek tili yo'q, lekin hujjatlaringizni o'zbek tilida tayyorlashingiz mumkin bo'ladi. Bularni aytib o'tdik. Hujjat tayyorlash jarayonlariga, uni yuklashga e'tiborliroq bo'linglar va 20-fevralgacha qoldirmanglar. Sal oldinroq to'ldirib qo'yinglar. Men 2 yil oldindan tayyorgarlik ko'rgan bo'lsam ham, oxirgi soatlarda saytni yopganman. Ya'ni hujjat qabul qilishni tugatganman. Men ham shunaqa qilganman. Menimcha har bir o'zbek shunaqa qiladi. Ha, lekin siz qilmang. Siz qilmang. Siz bizning xatolarimizni takrorlamang. Birinchi bosqich hisoblanadi hujjat jarayonlari. Siz birinchi bosqichdan o'tganingizdan keyin elektron pochtangizga xat keladi. Siz birinchi bosqichdan o'tdingiz va mana shu kunda suhbatga chaqirildingiz deb, shuning uchun elektron pochtangizni ham kuzatib turing. Xatni mutlaqo menimcha tekshiring. Chunki ko'p o'rtoqlarim bor. O'zini puli bilan bu yerda o'qishadi, ko'p pul ketadi, ya'ni qiynalishadi bolalar. Lekin ularga u xat kelgan ekan. Lekin ular ko'rishmagan, spamga tushib qolgan, diqqat qilishmagan, diqqat e'tibor qilishmagan. Ha, turkchaga boshqatdan ketib qoldik. O'shaning uchun haqiqatan ham e'tibor etinglar shu maillarga va shuni ham aytib qo'yish kerak, yozganingizda, niyat maktubi yozganimizda nimalarga diqqat qilishimiz kerak? Siz aytdingiz, siz hujjatlarga qaytdik, bu narsa esimizdan qilganingiz tavsiyalar berishingiz mumkin. Xuddi shunday, biz dars jarayonida ham niyat maktubi yozishni o'rgatamiz va aynan Turkiya burslari uchun nimalar kerak bo'ladi? Birinchi o'rinda juda rasmiy yozmang, samimiy yozsangiz bo'ladi niyat maktubini. Uning ichida nimalarni yozishimiz kerak? Avvalo o'zimiz tanishtiramiz. U tanishtirish qanaqa? Men ismim Sevara, familiyam Bahodirova, sharqshunoslikni bitirdim emas albatta.
biz o'zimizni qay darajada ko'rsatib bera olsak, hamma narsani yozishimiz kerak. Ijtimoiy faolligimizmi, til bilishimizmi, ya'ni maqtanishimiz mumkin bo'lgan hujjat. Xullas, niyat maktubi. Maqtanishimiz shart bo'lgan Ha, shart bo'lgan. Birinchisi o'zimiz tanishtiramiz, ikkinchisi nimaga aynan Turkiya va nimaga aynan bu yo'nalish. O'zimizni xohishlarimizni ochib beramiz bu yoqda, nima sababini xohlayotganimiz, deylik, bu universitet top universitetlardan bittasi. Yoki bu yerda juda ham kuchli akademiklar bor. Shularni sabablarini yozamiz va uchinchi eng muhim narsa biz nima bera olamiz degan savol. Ya'ni nega aynan men Turkiya burslarini olishim kerak? Mana shu savolga ham javob berishimiz kerak. Intervyuga o'tamiz va intervyuga tizimga yuklagan barcha hujjatlarimizni olib borishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun hujjatlarni barcha tavsiyanomalar, niyat maktubi, diplomlarimiz hammasini asl nusxasini tayyorlab olib qo'yamiz va muloqotga ketdik. Va misol uchun shaxsiy ma'lumotlarni to'ldirganingizda va universitetlarda tanlaganingizda qaysi universitetlarni tanlaganingizni ham aqlingizda tuting. Agar imkon bor bo'lsa, sistemaga keting va yana bir bor qarab ko'ring, nimalar tanladim, nima uchun tanladim deb. Chunki sistemadan ko'rib oling. Chunki misol uchun men topshirganimda, intervyuga chaqirilganimda, men sistemadan qara olmagandim. Va qaysi universitetga dokumentlar topshirganimni men bilmagandim. Unutdim. Bilmadim. Men 3-4 oy oradan vaqt o'tadi baribir. Hujjat topshirib, sizga birinchi bosqichdan o'tdingiz deb xat kelguncha va u orada siz qaysi universitetlarga topshirgansiz, esingizdan chiqib qolgan. Esingizdan chiqib qolishi tabiiy hol. O'shaning uchun esingizda tuting, o'rganing va tayyor keling. Ya'ni siz o'zingiz juda ham xohlayotgan universitetingiz haqida uni saytiga kirib ma'lumotlar olishingiz kerak. Xuddi shunday ma'lumotlar bilan bog'liq Said Samadxonni juda ham zo'r hikoyasi bor, keyinroq aytib beradi. Keyinroq aytib beramiz, chunki hozir intervyudagi birinchi bosqich bizda bakalavrlar uchun test. Oldindan gaplashyotgandik, magistratura bormi deb. Yo'q, magistratura primoy suhbatga kirib ketishadi. O'tda IQ test bor va sizga yo'nalishingiz bilan bog'liq bir testlar bo'ladi. Misol uchun biologiya bo'lishi mumkin, matematika, tarix va hokazo. Undan keyin intervyuga kirasiz. Intervyuga kirganingizdan keyin sizdan nimani so'rashgan? Birinchi savol esidami? Birinchi savol albatta o'zingiz tanishtiring savol bo'lgan. Va men intervyuga kirganimda tug'ilganimdan hozirgi davrdan keyingi kelajakdagi 10 yilgacha bo'lgan muddatni hamma narsani gaplashganmiz. Ya'ni menimcha yarim soatcha gaplashgandik, lekin odatda unaqa uzoq davom etmaydi. Turk tilida gaplashgansiz? Turk tilida gaplashganman, lekin turk tili yoki ingliz tilida gaplash majburiyati yo'q. Agar bu tillarda o'zingizni mukammal ifoda qila olmaydigan bo'lsangiz, ona tilingizda ham bemalol gapirsangiz bo'ladi, chunki ekspertlarning yonida tarjimonlar o'tiradi. Har doim tarjimonlar o'tiradi. Har doim, lekin men kirgan payt yo'q edi. Va shunaqa narsalar bo'lib qolishi ham mumkin, lekin hech stress qilmang. Tarjimon o'tda har doim bor, keladi baribir bundan keyin. Va gaplashganimizda ekspertlar bilan tabiiy hol bizdan so'rashadi kishisal ma'lumotlarimizni va shaxsiy ma'lumotlarimizni va misol uchun biz qayerda o'qimoqchi bo'lganimizni, undan oldin qayerda o'qiganimizni, qaysi grantlarga topshirganimizni, undan keyin nimaga o'sha yo'nalishlarni tanlaganimiz, kelajakda nima ish qilmoqchi bo'lganimiz va hokazo. Agar Turkiya grantlari o'xshamay qolsa, qanaqa planlarimiz bor? Hatto bu narsani ham so'rashgan menda. Misol uchun menga qanaqa savollar berilgan? Men iqtisod yo'nalishida o'qiganim uchun mendan shuni so'rashgan. Adam Smith kim? Men sizdan so'ramoqchiman. Adam Smith kim siz uchun? Yozuvchi. Men ham yozuvchi degandim va nimani yozadi degan savoliga literatura yozsa kerak deb o'yladim. Shu rosa kuldik. Ekspertlar bilan birga, chunki ekspertlar dediki, unchalik ham noto'g'ri javob emas edi. Aslida to'g'ri javob berding, lekin ekonomikani boshlatgan, iqtisod fikrida boshlatgan filosoflardan bittasi dedi menga. O'ta quvonib tushirdik. Undan keyin shuni so'radi bizdan. Mendan bo'lsa jurnalistika haqida savollar bergan. Ya'ni sizni savol javob qilayotgan ekspertlar hamma sohada ma'lumotga ega va sizdan umumiy ma'lumotlar so'rashadi. Albatta juda ichiga kirib emas. Masalan, Adam Smithni ko'pchilik taniydi. Shuning uchun bu savol berilgan yoki mendan so'rashgan savol yangi media nima o'zi? Yoki sen
o'zing jurnalistikada o'qimoqchisan, sen o'zing qayerdan kuzatasan xabarlarni va mana shu masalan gazeta bo'lishi mumkin, televideniya bo'lishi mumkin, radio bo'lishi mumkin. Bularning kelajagi haqida nima deya olasiz? Ya'ni shunaqa umumiy savol. Asli juda so'g'on ichiga kirib ketib, qo'rqitadigan savollar berishmaydi. Universitetlar so'rashadi. Sizlardan qaysi universitetlarga topshiriling, nima uchun o'sha universitetlarga topshiriling va nima uchun shu yo'nalishda tanlading degan savol keladi. Masalan, men bu savolga eng ko'p xohlagan universitetim Ankara Haji Bayram Veli universiteti deb javob berganman. Nimaga deb ham savol berishgan? Chunki o'sha boya aytganimdek, volontyorlik tajribamni bittasida men aynan shu universitetdan kelgan ustozlarga tarjimonlik qilganman va ular bilan tanishgandim. Mana shu narsani ularga aytib berganman va ularda shunaqa fikr uyg'ongan, demak uni u yoqda bog'liq insonlari bor, taniydi, ya'ni muhitni biladi, adaptatsiya ham osonroq bo'ladi degan balki tushuncha bo'lgandir va men birinchi tanlovim bo'lmasa ham Ankara Haji Bayram Veli universitetiga magistrant bo'lib qabul qilinganman. Aytganingizdek, shu Haji Bayram Veli universitetidan kelgan ustozlar sizga rekomendationlar yozgan bo'lsa, menimcha aniq. Menda sal boshqacharoq bo'lgan u narsa. Aytganimdek, men qaysi universitetlarga topshirganim esimda yo'q edi. Faqat Ankara va Istanbul universitetlarini tanlaganim esimda bor edi va o'sha kuni, intervyu kuni soat 6 da ertalab internetdan ikkita universitetni qaradim, chunki vaqt oz edi. Istanbul universitetini va Ankara universitetini. Istanbul universiteti ochiqchasi aqlimda qolmadi. Esingizda qolmadi? Esimda qolmadi. Ha, tushunganim ham yo'q edi nima yozilganini. Ankara universitetini qaradim. Ankara universitetidagi men hozir o'qigan fakultet Osmoniylar paytida qilingani uchun bu aqlda esda qoluvchi bir bilgi menimcha. Bilgi. Ma'lumot. Ha, ma'lumot. 1859 da chiqqan, bu yerdan shu ministr chiqqan, bu chiqqan deb tarixi juda ham qiziq edi. Qiziq tarix bo'lgani uchun esimda qoldi. Va uni siz qiziq qilib aytib bergansiz ekspertlarga. Qiziq qilib aytib berganman ekspertlarga. Ekspertlar bilan gaplashganimizda Ankara universiteti shunaqa, bizning fakultetimiz bunaqa ekan, men faqat o'tda o'qimoqchiman, o'tdan o'rgangan bilgilarim ularga undan oldingi o'rnaklariga o'xshab, men ham ularni ishlataman deb ularga shunaqa tushuntirganimdan keyin ikkita ekspert menga shunaqa javob berdi. Birinchisi, siz o'tirganingizda ma'lumotlaringizni tekshiradigan bitta ekspert bo'ladi o'tda. Har to'ldirgan ma'lumotingizni to'g'rimi, to'g'ri emasmi sizdan so'raydi. Va u aytdiki menga, sen bu universitetni tanlamading. Sen bu universitetni tanlamading, sen hozir yo'qdan aytyapsan menga yoki sen qanaqadir xato qilding dedi. Men ham unga aytdim, xato qilibman, men universitetning nomini noto'g'ri kiritibman dedim, lekin ichimda aytdim, bo'ldi. Bu Turkiya ruslar bitgan bo'lsa kerak mening uchun dedim. Undan keyin boshqa ekspert menga aytdiki, xolasi o'sha universitetda o'qishing mumkin. Seni darajalaringni ko'rdik, seni misol uchun sertifikatlarni va yo'nalishini bilamiz. Agar mos kelsa shu universitet va seni hozirgi niyating suhbatda aniq shu bo'lsa, biz senga berishimiz mumkin deyishdi. Umid berishdi. Va hozir men o'sha universitetda, o'sha fakultetda shu grantda o'qiyapman. Lekin 3 oy ichida o'sha narsa mumkin bo'lganini hech o'ylamagandim. Yaxshi. O'tib olganmiz. Mana hozir studiyada o'tiribmiz. Hozir studiyadamiz. To'g'risi, men hujjat topshirish jarayonidan oldin ham, keyin qabul qilinganimdan keyin ham xuddi shunaqa videolarni juda ham ko'p qidirganman. Ya'ni qaysi tilda bo'lsa ko'rib chiqqanman. Ya'ni shaxsiy vloglarda ko'rganman, Instagram vloglarida hamma joyda ko'rganman, lekin aynan shunaqa har bitta detalligacha aytilgan narsa meni ko'nglimni xotirjam qiladigan video qidirganman va hozir o'sha 2 yil oldingi Sevarani orzusini o'zim amalga oshirayotganim uchun juda ham xursandman. Balki shuncha ko'p gapirayotgandirmiz. Bo'lishi mumkin. Mana intervyudan ham o'tib oldik. Qabul qilindik, to'g'rimi? Qabul qilingandan keyin biz yana o'sha sistemaga kirib turib, qaysi kunlar orasida Turkiyaga kelmoqchimiz, bu narsani Turkiya burslariga bildiramiz va ular bizga samolyot biletimizgacha olib jo'natishadi va uchib kelib Turkiya tuproqlariga oyog'imizni bosganimizdan yana Turkiya burslari kutib oladi. Hech xavotiringlar bo'lmasin. Men qanaqa qilib yotoqxonamni topib olaman, qayerga boraman degan, to'g'rimi? Orientatsiyonni siz yaxshi tushuntirib berasiz. Orientatsiyonni men hozir tushuntiraman sizlarga. Turkiyaga keldilaring deylik.
Turkish Airlines'dan chiqdingiz, ketdingiz, Ankarada bo'lishingiz mumkin, Istanbulda yoki boshqa shaharda qabul ko'rganingizdan keyin chiqqaningizda Turkiya burslarini shu stendi bo'ladi. Shu katta qilib peshinaga yozib qo'ygandek qo'yib qo'yishadi o'tga. O'tda biza volontyorlarimiz va Turkiya burslarini xodimlari sizni kutayotgan bo'ladi. Sizni olishadi va mashinada o'zlari sizni yotoqxonangizgacha olib borib qo'yishadi. Yotoqxonangizga kelgandan keyin qisqa muddatda kelganingizda registratsiya qilib qo'yishadi sizni, ma'lumotlaringizni berishadi va bo'ldi. Shu yotoqxonada en azından 1 yil o'ta qolasiz. Magistratura uchun, doktoratura uchun adashmasam 1 yil o'ta qolishadi. Qat'iy nazar va bakalavriatda o'qiyotganlar o'tda to'liq. Sizlarga maza. Bizga magistratura, doktorantura uchun ham juda qiyin emas aslida. Birinchi yil o'qish yilingiz davomida siz yotoqxonada mutlaqo bepul qolasiz va keyingi yildan siz dissertatsiya yozishni boshlaganingizdan keyin sizga turar joy yordam puli berib turiladi. Xuddi shunday va bilmayman, doktoranturaga kelgan odam bakalavriatdagi o'quvchilarning bitta joyda qolishi ham bor. To'g'ri. Bu nuqtada. Va bo'ldi. Undan keyin sizlar o'zlaringiz yotoqxonalarda turasizlar. Bizning xodimlar, ya'ni Turkiya burslari xodimlari va volontyorlar, to'g'risi, sizlarga gruppalarda ochishadi WhatsAppda. Men o'zim o'sha gruppalarda ochgandim. Bir xilliklarida Telegramga yozishga to'g'ri keladi, bir xilliklarida emailga jo'natishga to'g'ri keladi, bir xilliklarida email ham hech narsasi yo'q. Dokumentlarda ichida ota-onasiga telefon qilganmiz, haligi bormi qanaqadir nomeri, ochsin nomerni, biz uni gruppaga qo'yaylik. Gruppaga qo'yganimizdan keyin bir kun beriladi. O'sha kuni avtobuslarda butun shu yangi kelgan o'quvchilarni to'plab, har bitta o'quvchini bizim volontyorlar universitetlarda registratsiyasini qildirishadi, dokumentlarni qilishga yordam etishadi va har 6 tilda, en azından 6 tilda ularga dokument beriladi. O'sha dokumentda hamma tushuntirilgan. Dokumentlarda qanaqa to'ldirishimiz kerak, sug'urtamizni qanaqa boshlashimiz kerak, bank akkauntimizni qanaqa ochishimiz kerak, bu yerda qolish hujjati, uni qanaqa olishimiz kerak, uni hamma yoqda tushuntirishadi. Birinchi kuni yordam berishadi va undan keyingi kunlar o'zingiz qilsangiz ham hamma shu jarayondagi ishlarni Turkiya burslarining xodimlari har doim bizga yordam berishadi. Ya'ni qisqa qilib aytadigan bo'lsak, masalan, deylik siz yosh bolasiz, o'zingiz bilmaydigan bitta shaharga bordingiz. U payt yoningizda eng ishonganingiz kim bo'ladi? Ota-onangiz bo'ladi, to'g'rimi? Xuddi shunday, bitta so'z bilan aytganda, otaliqqa oladigan grant desa ham bo'ladi buni. Har qadamda siz yoningizda bo'ladi. Undan keyin o'qishingiz davomida ham nimadir muammo chiqadigan bo'lsa, siz har doim call centerga telefon qilib yoki sistemadan yozib turib, ulardan yordam olishingiz mumkin. Ya'ni bizdan yordam olishingiz mumkin. Bakalavriatda o'qigan o'quvchilar kurslarga borishi mumkin. Misol uchun aytganimizdek, bu yerda musiqa bo'lsin yoki diplomatiya bo'lsin, tarix, til o'rganish bo'lsin. Til o'rganish bo'lsin. Borib, Turkiya burslarining ofislari bor. Ankarada, Edirne'da, Istanbulda va boshqa joylarda. O'sha kurslarga qatnashish mumkin, akademiyalarga qatnashishi mumkin va Turkiyadagi universitet hayotiga o'tsa bo'ladi menimcha, chunki orientatsiyani ham qildik, intervyudan hamma yoqdan o'tdik. O'sha menimcha boshladi. Tomerda ham etdik menimcha. Xuddi shunday. Tomerda ham bitirdik. Turkiyadagi hayotimiz, universitetdagi hayotimiz u ham juda alohida mavzu. Aslida uni o'zi uchun ham alohida podkast qilsak bo'ladi. Biz qisqacha aytib o'tamiz. Birinchisi bu albatta boshqa davlatga chiqib o'qiyotganingiz sizni dunyoqarashingizni kengayishida juda katta yordam beradi. To'g'rimi? Anu gap bor-ku, bu gaplarni bizdan kattalar ham aytgan deydi-yu, biz hozir o'sha gaplarni aytamiz, lekin menimcha tingdoshinglardan eshitish bu boshqacha ilhom ham bersa kerak odamga, to'g'rimi? Undan tashqari, masalan, uzr gapingiz bo'ldi. O'rganib qoldingizmi? Masalan, mani kursdoshlarim ichida turklar bilan bir qatorda qozoq, qirg'iz, ozar millatiga mansub, turkman millatiga mansub studentlar ham bor va u talabalar ham aynan Turkiya burslari bilan kelishgan. Faqat Turkiy davlatlar ham emas. Ya'ni faqat men o'zim sizni universitetingizda kursdoshlarim haqida aytdim. Biz shunaqa yig'ilib qolganmiz, Turkiy davlatlar tashkilotidagi yoshlar bitta guruhga bo'lib yig'ilib qolganmiz. Shunaqa ko'p bo'lib turadi, misol uchun, bu yerda biz kelganimizda biz birinchi o'rtoqlar, do'stlar chevrasi deyshadi, haligi do'stlar davrasi. Do'stlar davramizda birinchi do'stlar davramiz o'zbeklar, qizlar, qozoqlar, o'zimiz tomonlardan kelgan odamlar. Lekin universitetda misol
uchun qaraydigan bo'lsangiz, universitetda siz bilan ya'ni tabiiy hol turklar bilan o'qiymiz. Lekin turklardan tashqari, Turkiya burslaridan kelgan millatcha o'quvchilar bor biz bilan birga o'qiydigan. Misol uchun bizni yo'nalishimizda men bilan bitta sinfda İspanyol değil. İspanyalik emas edi menimcha. Bu Latin Amerikalikdir. Shu Venezuela, Kolumbiya, Ekvador. Bizni yotoqxonamizda ko'plar bo'ladi. Masalan, Ekvadordan, Kolumbiyadan, Venezueladan, Argentinadan. Men hayotda O'zbekistonda ko'p millatli yotoqxona va hech qachon o'ylamagandim shu meni yotoqxonadagi o'rtog'im Ekvadordan bo'ladi degani. Bu misol uchun Turkiya, Ozarbayjon yoki misol uchun nima desa bo'ladi? Qozog'iston. Bu bizga oddiy hol. Lekin boshqa joylardan kelgan odamlar bilan ham bir suhbat qilishingiz mumkin, gaplashish. Yangi madaniyat o'rganasiz, yangi til o'rganasiz. Bu networking, balki uni davlatiga ketarsiz bir kun, u borganingizda sizga plyusi bo'lar yoki u O'zbekistonga kelganda sizni yordamingiz tegar. Bu jihatlar albatta aytilish kerak bo'lgan narsalar deb hisoblayman. Va menimcha universitet hayoti juda ham yaxshi, juda ham katta tajribaga ega bo'lgan ustozlar, stajirovka, ya'ni amaliyot o'tash imkoniyatlari bor. Menimcha zo'r. Turkiya burslari tomonidan misol uchun kongresslar bor. Misol uchun Bursa kongressi bo'ldi yaqinda o'tkazib borishdi o'quvchilarni. Har o'zlarini yo'nalishlaridan maqolalar yozishdi, prezentatsiyalar qilishdi. Undan tashqari nima bordi? Turkiya burslarini misol uchun sayohat loyihalari bor. Xuddi shunday. Qayerga bordingiz Turkiya burslari bilan? Turkiya burslari bilan Boluga bordik. Bolu Istanbul va Ankara orasida qolgan bitta joy. Boluda juda ham chiroyli ko'llar bor. Va tabiati ham juda ham chiroyli, juda ham go'zal bir tabiati bor. Men Kappadokiyaga bordim. Kappadokiya men juda ko'p shaharlarga bordim aytganingizdek, lekin shu paytgacha esimda qolgan, ya'ni men uchun eng unutilmas sarguzashtim, sayohatim Kappadokiyada bo'lgan. Shaharlarni ko'rdim. Shaharlarni ko'rdingiz. Ko'pchilik ko'ra olmaydi o'sha shaharlarni. Kappadokiyada qanaqadir qiziqarli voqeangiz bormi edi? Kappadokiyada qiziqarli voqeam bilmadim, endi juda ko'p qiziqarli voqea bo'lgan-u. Ovqatlar bilan bo'lgan masalan, yangi ovqatlarni yeb ko'rish, sinab ko'rish, qanchalar bizani gastronomiyamiz o'xshasa ham, boy bo'lsa ham, baribir bu yoqda yangi narsalarni yeb ko'ramiz, to'g'rimi? Turkiyada biz juda ko'p kultural shok yashay olmaymiz menimcha adashmasam. Chunki kulturamiz o'xshaydi. Lekin boshqacha qiziqarli voqealar bo'lgan bo'lishi mumkin. Masalan, men kelgan kunim ertasiga universitetimga borishim kerak. Avtobusga chiqdim. Avtobusga chiqqanimda men kelgan bekatda o'zi to'xtaydi deb o'yladim. Bizda Toshkent bekatda o'zi to'xtaydi-ku har bekatda. Har doim. Lekin u avtobus ichidagi qizil tugma bor, stop tugmasi. O'sha narsani bosish kerak. O'sha narsa bu joyda ishlar ekan. Men uni bilmaganman va u qaysi bekatda to'xtashini bilmasdan ketib davom etaverganman. Ya'ni to'xtatib yuboring ham demaganman. Turk tilini bilishimga qaramasdan. Endi aylanib kelibsiz. Ha, shundan keyin piyoda qaytganman va vaholanki mening kampusim yotoqxonam to'g'risida ekan. Bu joyda universitetlar juda ham katta, juda ko'p kampuslari bor. Shaharning har xil taraflarida men boshqa kampusga ketib qolgan bo'lganman bilmasdan. Agar shu tugmani bosmagan bo'lsangiz yoki to'xtamagan bo'lsa, balki boshqa shaharga ham ketib qolsangiz bo'ladi. Balki aylanib kelardim. Biz o'zimizni tajribalarimizni, boshimizdan o'tkazganlarimizni aytib berishga harakat qildik. Birinchidan do'stona bo'lsin deb, ikkinchidan siz uchun ham qanot bo'lsin. Agar ichingizda qo'rquvingiz, hayajoningiz bo'ladigan bo'lsa, shu narsani bosilishiga yordam bersin degan maqsadda hamma narsani qo'ldan kelgancha aytib berishga harakat qildik. Agar hujjat topshirish jarayonlari bilan bog'liq yoki qabul qilingandan keyingi jarayonlar bo'yicha qanaqadir savolinglar bo'lsa, bemalol izohlarda yozib qoldirishinglar mumkin. Biz o'zimiz ham shaxsan kirib yordam berishga, ularga javob berishga harakat qilamiz. Hech qachon o'zingiz haqida yomon tushunmang. O'ylamang. Nima desa bo'ladi? Har doim o'zingizga so'z zaxirasi ham tugashni boshladi. Har doim o'zingizga ishoning. Xuddi shunday. Turkiya burslari onlayn jarayondan topshiriladi. Butun hujjatlaringiz va mutlaqo bepul, hech qanday konsalting firma yordamidan foydalanishingiz shart emas yoki kimdir pul evaziga senga shuni qilib beraman deganda unga borishingiz shart emas. Chunki u narsani siz o'zingiz ham qila olasiz. Bu juda ham oson narsa. Va esingizdan chiqarmang, 20-fevralgacha qabul olinadi Turkiya burslari. Oz vaqtimiz qoldi. Sizni ham keyingi yil
o'z davramizda oramizda ko'rishni xohlaymiz. Shuning uchun tezroq Turkiya burslari Gov.tr saytini ochib, hujjatlarimizni topshiramiz. Va buyuk omad tilaymiz sizga. Katta omad tilaymiz sizga. Muvaffaqiyatlar tilaymiz. Agar videomiz sizga yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosishni, siz shu video foydali deb hisoblaydigan o'rtog'ingizga jo'natib qo'yishni va kanalimizga obuna bo'lib, bizni kuzatib borishni unutmang. Turkiyada görüşmek üzere. Ko'rishguncha. Ko'rishguncha.